Oltin qoidadan bilmayman. Ko'zi, qulog'i ko'ziga nisbatan pastroqda turar ekan. Shu gap rostmi? Расположениесі pastroq turishi kerak. Mana ko'z ko'ryapsizmi? Teparoq, quloq pastroq. Mana chiziqni ko'ring. Mana shu arasham bo'ladi, to'g'rimi? Ko'pi, yo'q, aka, quloq tepada bo'lsa ham arasham bo'ladi, aka. Расположение quloq noto'g'ri bo'ladi, hisoblanadi. Hammasi pastda tursa arasham hisoblanmaydi. Tepada mana shunaqa turishi ham mumkin, просто расположениесі noto'g'ri hisoblanadi. U qimmat bo'lmaydi. Qimmat bo'lmaydi, arzonroq. Mana shu turishida, shu pastroq turibdi, o'shaninki qimmat hisoblanadi. Qulog'i uzun bo'lishi kerak. Uzunroq bo'lsa, yana ham qadri oshib ketaveradi. Shunaqa, narxi ham oshib ketadi. Kalla shunaqa garbamoz bo'lishi kerak. O'shanga burgutga o'xshab. Burgutga o'xshab. Bularda shox bormi? Yo'q. Shox bo'lmaydi. Endi nomiga endi bir xillarda chiqib qolishi mumkin, kichik ishlarda umuman yo'q shoxlari. Bular hech bir-biri bilan urushadimi? Yo'q, qo'ymaymiz-ku endi. Yo'q, o'zi bo'ladimi? Agar qo'yib bersa o'zi qo'shsangiz urishadi. Mayib qilib qo'yishi mumkinmi? Mayib qilib qo'ysangiz cho'ntak ko'radi. O'ldirib qo'yishi ham mumkinmi?